Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan, sizlarga dars o'tayotganimdan xursandman. Chunki bugun 5-sinf kitobini eng yakuniy mavzulari 17 va 18 mavzulari haqida gaplashamiz. U mavzularimiz bizda shulardan iborat. Hop, inson va tabiatdan iborat. Ya'ni birinchi 17-mavzuyimiz bu inson haqida bo'lsa, 18-mavzuyimiz endi tabiat haqida bo'ladi. Demak, bularni ko'rib o'tishni boshlaymiz. Bizda birinchi rejamiz inson va tabiat. Insonni tabiatga ikki xil ta'siri mavjud. Ijobiy va salbiy. Ijobiy ta'siri bizni ko'chat ekishligimiz, unga suv quyishligimiz, biror bir hayvonni boqishligimiz, mana shular ijobiy ta'sirga kiradi. Va bundan tashqari slaydimizda ham yozib ketilgan ta'sirlar bu ijobiy ta'sirlar hisoblanadi. Endi salbiy ta'sirlarchi? Salbiy ta'sirlarga endi havoni ifloslantirish, o'rmon va to'qaylarni kesish, brakonyerlik qilish va yerlarni sho'rlatish, ya'ni turli xil kimyoviy vositalarni ishlatib, yerlarni yaroqsiz holatga keltirishlik bu insonni tabiatga salbiy ko'rsatayotgan ta'siri hisoblanadi. Demak, biz iloji boricha ijobiy ta'sir ko'rsatishimiz kerak. Bizda keyingi rejamiz muhofaza qilinadigan hududlar yoki ularni bo'limlari. Birinchi o'rinda qo'riqxonalar, keyin buyurtma xonalar, keyin milliy bog'lar. Qo'riqxonalarda umuman tabiat o'zgarishsiz saqlanishi kerak. Ya'ni u yerda xo'jalik faoliyati umuman cheklangan. Mol boqish ham cheklangan. U yerni bitta toshiga tegishlik ham cheklangan. Chunki u yerda, ya'ni qo'riqxonalarda inson faoliyati umuman tegilmasa, u yerda tirik organizmlar qanday yashab qola oladi? Ya'ni inson faoliyatisiz, inson ta'sirisiz u yerdagi organizmlar yaxshi yashaydimi yoki tabiat o'zi zo'r qilib boqib oladimi degan maqsadda qo'riqxonalar tuzilgan. Va qo'riqxonalarda yana bir vazifasi bor. U bilan ham keyingi slaydlarimizda tanishib o'tamiz. Endi buyurtma xonalar. Buyurtma xonada biz qo'riqxonadan farqli ravishda ma'lum davrlarda u yerga kirib hayvonlarni ovlashga ruxsat beriladi. Masalan, ondatra. Ondatra bu mo'ynasi uchun ovlanadigan kemiruvchi. Yana biri endi o'simliklardan archalar. Endi buyurtmaxonaga sizlar buyurtma bersanglar, ularni yetishtirib ham beriladi. Oxirgi aytib o'tganimiz milliy bog'lar. Milliy bog'larda odamlar madaniy hordiq olish uchun, estetik zavqlanishi uchun qurilgan bo'ladi va u yerda sayohat qilishlik mumkin, ammo gullarni uzish, ularni payhon qilish mumkin emas. Bizda keyingi reja. O'zbekistonda mavjud bo'lgan qo'riqxonalar. Biz 8tasini sanab o'tamiz. Ulardan birinchisi Chotkol davlat biosfera qo'riqxonasi. Eng yirigi Chotkol biosfera davlat qo'riqxonasi. Ikkinchisi Nurota tog' qo'riqxonasi. Uchinchisi Zomin davlat qo'riqxonasi. To'rtinchisi Zarafshon davlat qo'riqxonasi. Beshinchisi bizda Surxon davlat qo'riqxonasi. Oltinchisi Hisor davlat qo'riqxonasi. Yettinchisi Kitob davlat geologiya qo'riqxonasi va oxirgisi, ya'ni so'nggisi Qizilqum davlat qo'riqxonasi. Va mana shu qo'riqxonalarda o'zlarining nomiga mos holatda hayvonlar, o'simliklar va uni yerini o'zi geologik holati saqlab qolinadi. Ya'ni odamlardan saqlashadi. Tabiat yodgorliklari. Tabiat yodgorliklari bu jonli va jonsiz tabiat yaratgan diqqatga sazovor noyob joylar hisoblanadi. Va unday joylardan bizni mamlakatimizda 400 dan ortiq. Ulardan bir nechtasini sanab o'tamiz. G'orlarni g'orlarga nisbatan Teshiktosh g'ori, qadimgi odam qoldiqlari topilgan, ya'ni Obrahmatda. Keyingisi Qoyatoshga chizilgan rasmlar. Bular esa Xo'jakentdan topilgan. Keyingisi bizga toshga aylangan o'simliklar, hayvon qoldiqlari, mana shular. Ya'ni oldingi davrdan qolgan meroslar. Va oxirgisi sharsharalar, buloqlar, ulkan daraxtlar ham mana shu tabiat yodgorliklariga kiradi. Chunki ular ham diqqatga sazovor joylar. Keyingi rejamiz O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. Bu qizil kitobga nimalar kiritiladi yoki nimalar yoziladi? Biz yozila olamizmi?
Yo'q, albatta biz yozolmaymiz, chunki bu Qizil kitobga noyob va yo'qolib ketayotgan turlarni hujjati, ya'ni ularni nomlari saqlanadi. Va bu hujjat bizga O'zbekiston Respublikasiga 1979-yil ta'sis etilgan. Kimlar tomonidan deyilsa, O'zbekiston Fanlar akademiyasini zoologiya va botanika institutlari mana shuni ishlab chiqarishgan. Va 1983-yil 1-jildida umurtqali hayvonlar uchun Qizil kitob nashr etilgan va u nashrda 63 ta tur Qizil kitobga kiritilgan. Qizil kitobga kiritilgan turlarni ovlashlik qat'iyan man etiladi. Ular o'zi judayam noyob va yo'qolib ketish xavfi bo'ladi. Ulardan bir ikkitasini o'ldirish ham ularga judayam katta ta'sir ko'rsatadi yoki eng oxirgi organizmini qirib yuborgan hisoblanib qolinadi. Keyingi nashri esa 1984-yil 2-jildi nashr etilgan, chop etilgan va u o'simliklar to'g'risida bo'lgan. O'simliklardan esa 163 ta tur mana shu Qizil kitobga kiritilgan. Qizil kitobga kiritilgan o'simliklardan tanishib chiqamiz. Yovvoyi tok. Chap tomonda rasmda berilyapti. Ya'ni uzundoshlar, tokdoshlar oilasiga mansub. Uning uzunligi 30 metrga yetadi. E'tibor bering, ularni gullash joylari juda muhim. Dala, toshloq joylarda o'sadi. Iyul-oktyabr oylarida gullab meva beradi. Bu nima hisobiga yo'qolib ketgan? Turli xil chorva mollarini boqishgan va o'tin qilib yoqib yuborishgan. Shuni hisobiga bu Qizil kitobga kiritilgan. Qirilib ketish xavfi ostida turibdi, aynan shu tur. Keyingi turimiz o'ng tomonda berilyapti. Xolmon isirg'ali guli. Uni bo'yi 150 santimetr. Piyozli o't hisoblanadi. Gullari qizil, qo'ng'iroqsimon, aynan rasmda ko'rinayotgandek. Buni yo'qolib ketishiga sabab gullari terib olingan, piyozlari esa iste'mol qilingan. Yovvoyi bo'lgan mana shu xolmon sirg'ali gulni ham piyozini olib yeyishgan. Shuning uchun kamayib ketdi. Ammo hozir piyozini olib yeyishlik mumkin emas, chunki Qizil kitobga kiritilgan. Bizda keyingi o'simligimiz safsan xurmosi. Xurmodoshlar oilasiga mansub. Buning bo'yi 15-20 metr keladi. Bargini qalinligi esa 15 santimetr. Mevasi etli, qo'ng'ir, qizil rangda. Uni qayerdan uchratishimiz mumkin? Makoni qayer? U tog' yonbag'irlarida, buloqlar bo'ylarida ko'rishligimiz mumkin. Aynan mana shu safsan xurmosini va noyob mevali o'simliklar sirasiga ham kiritilgan bu o'simlik. Kamayishini sababi yerlar o'zlashtirilishida, bular chopib tashlangan, qurilish uchun ishlatilgan va o'tin qilib ishlatib yuborishgan. Shuning uchun kamayib ketgan. Ammo hozirda o'tin qilinadigan bo'lsa, u odamlarni o'zlaridan o'tin qilishlik kerak bo'ladi. Chunki bu Qizil kitobga kiritilgan o'simlik. Bizda endi hayvonlardan xongul, ya'ni Buxoro bug'usi. Bu juft tuyoqlilarga mansub to'qayzor va qumli cho'llarda 3 tadan 20 tagacha to'da bo'lib yashaydi. To'da bo'lib yashaydi. Ko'payishi esa may-iyun oylarida bo'ladi. Bolasi 1 yil onasi bilan yuradi. 2-3 yoshida esa voyaga yetadi. Voyaga yetib, o'zi alohida to'daga o'tishligi mumkin bo'ladi. Keyingisi, xususiyati urg'ochlarini erkaklardan ajratib olishimiz uchun erkaklarda chiroyli shoxlari bo'ladi. Urg'ochilarda esa unday shoxlar yo'q. Erkaklarning shoxlari 110 santimetrga yetadi. Og'irligi esa 200 kilogrammgacha yetishi mumkin. Kamayib ketish sababi esa o'sha multfilmlarda ko'rganimizdek, buni ham ovlab shoxlarini ilib qo'yishgan. Ya'ni brakonyerlik natijasida va to'qaylarni qisqarib ketishligi natijasida bu hayvonimiz kamayib ketgan. Bizda hayvonlardan keyingi, ya'ni so'nggisi 5-sinfning eng yakuni yo'rg'a tuvaloq. Yo'rg'a tuvaloq bu tunnasimonlar oilasiga mansub bo'lgan qush hisoblanadi. Cho'lda, yarim cho'lda va tog' etaklarida juda yaxshi ko'p tarqalgan edi, ammo hozirda kamayib boryapti. Suvsizlikka yaxshi chidaydi. Harakatlari yaxshi uchadi. Aprel-mayda esa 2-3 ta tuxum qo'yadi. Va u tuxumlari iyun-iyul oylarida o'sha ochib chiqib, jo'jalari, polaponlari uchishni boshlaydi. Buni
ham brakonyerlik, ovlashlik natijasida judayam kamayib ketgan. Hozirda ovlashlik mumkin emas. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Hammanglarga xayr, sog' salomat bo'linglar. O'rganayotgan ilminglarda Alloh ziyoda qilsin.